Men Rambergan Rashidbek, Xorazm viloyati Gurlan tumani 9-sinf bolalar musiqa va san'at maktabida musiqa nazariyasi va musiqa adabiyoti fanidan dars berib kelaman. Bugungi mavzumiz bolalar bilan musiqada intervallar degan mavzuni kengroq yoritib berishga harakat qilaman. Interval bu musiqada ikki tovush oralig'iga interval deyiladi. Bilamiz, musiqada ikkita tovushimiz bor. Do, re, mi, fa, sol, la, si va bular o'zlarining oraliq masofalarini ega bo'ladi. Interval bu son va sifat miqdoriga qarab aniqlanadi. Interval son miqdori bo'yicha bir oktava oralig'ida 8 ta oddiy son miqdorini bildiruvchi intervalimiz bor. Bular o'zining tonlaridan ega bo'ladi. Prima nechta tondan tashkil topar ekan? 0 tondan. Sekunda 1 ton, tersiya 2 ton, kvarta 2,5 ton, kvinta 3,5 ton, seksta 4,5 ton, septima 5,5 ton, oktava esa 6 tondan tashkil topgan. Intervalda bilamiz, uning asosi va cho'qqisi bo'ladi. Intervalning asosi bu intervalning eng pastki tovushi hisoblanadi. Intervalning cho'qqi tovushi esa bu intervaldagi eng cho'qqidagi balandagi tepadagi tovush hisoblanadi. Asos bilan cho'qqining orasidagi masofani aniqlab, ya'ni pog'onalarni aniqlab, bizlar intervalning sonini yoki sifat miqdorini aniqlab olsak bo'ladi. Bolalar endi ana shu intervalni asos va cho'qqini ko'rsatib, solfej qilib kuylab mashq qilamiz. Qani birga hammamiz qani. Hozir men interval mavzusini qisqacha yoritib berishga harakat qildim. E'tiborlaringiz uchun rahmat.